Birinchi variant 41-savol. Demak, DNKda sintezlangan oqsilning massasi 36.000 dalton degan. Bitta oqsilning massasi 120 dalton bo'lsa, ikkalasiga bo'lsak 300 ta amino kislota chiqadi. Bitta amino kislota 3 ta nukleotiddan iborat. 3 ga ko'paytirsak 900 ta nukleotid bo'ladi. Bu bitta zanjirda bo'ladi. Demak, bitta zanjirda 900 ta nukleotid bo'lsa, ikkinchi zanjirda 900 ta bo'ladi. Ikkita zanjirda jami 1800 ta nukleotid bo'ladi. Demak, aytilgan transkripsiya jarayonida polimeriza fermentning umumiy geni 40% sintezlangan vaqtda deyapti. 40% sintezlangan vaqtda DNKdagi adenin bilan timin o'rtasidagi vodorod bog'lar guanin o'rtasidagi vodorod bog'lar nisbati teng degan. Demak, 1800 bo'ladigan bo'lsa, 0.4 ga ko'paytirsak 720 ta nukleot sintezlangan. Demak, 1800 dan 720 ni ayiradigan bo'lsak yoki 100% desak, 1800 ni 0.4 ga ko'paytirsak 1080 ta qolgan. O'zi jami 1800 ta edi. Shuni 720 ta sintezlangan bo'lsa, 1080 ta qolgan nukleot hisoblanadi. Demak, buni x ga qo'yib olsak ham bo'ladi. Adenin timinni x, guanin sitozinda y deb belgilab oldik. Jami nukleotid 2 x plus 2 y teng 720. Demak, 2x plus 3y. Bizda vodorod bog'larni soni aytilmagan, lekin ikkalasi teng degan. Adenin timin bilan guanin sitozin o'rtasidagi vodorod bog'lar. Demak, 2x bilan 2x. Demak, x ni joyiga deyapti 3y bor degan. Demak, x joyiga 3y bo'ladigan bo'lsa 5y bo'ladi. 720. Y'imiz 144, x'imiz esa 216 bo'ladi. Uchinchi ishimiz, demak, x'imiz 216 bo'lgandan keyin adenin 216 ta, timin 216 ta. Jami ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 10 birdilda 5 6 3. Bunda 360, bunda 360. Ya'ni jami 720 ta nukleotidning mana keltirib chiqardik. 216 ta edi adenin, 360 ta 216 ayirsak 144 ta guanin. Mana bu yerdan 144 chiqqan. Demak, aytilgan keyin DNK tarkibida guanin sitozin o'rtasida umumiy bog'lar 30% uzilgan. Umumiy bog'larning 30% uzilgan. Demak, 144 ga 144 qo'shsak 288 ta bo'ladi. 288 imiz 30% bo'lsa 100% ni topib olamiz. 100 imiz 960 bo'ladi. Jami 960 dan 280 tasi ketgan bo'lsa, uzilib ketgan bo'lsa, 672 tasi qolgan bo'ladi. 672 ta qolgani. Uzilgan vodorod bog'lar adenin timinniki guanin sitozin teng degan boya aytdik. Guanin sitozin jami 960 edi. 1800 dan 960 ayirsak 840 ta adenin timinga tegishli. Jadval tuzib olamiz. Uzilgan degan 1800 edi jami, 960 ta edi. Uzilgan degan shu jami 1800 ta jami, guanin sitozinda 960 ta, adenin timin esa 840 ta. Sintezlandi 720 ta. Mana aka 720 ta. Guanin sitozin 288 ta, adenin timin 432 ta bo'ladi. Ya'ni 720 dan 288 desak, adenin timinga 432 qoladi. Qolganlari 1080 ta jami edi. 672 ta maniki guanin bilan sitozindagi bo'lsa, 1080 dan 672 ni ayirsak 408 ta adenin va timinga tegishli bo'ladi. Bizda A javobda aytilgan shu vaqtdan so'ng guanin sitozin o'rtasida vodorod bog'lar soni degan adenin timin o'rtasida uzilgan bog'lar nechtaga farq qiladi? 672 ta edi. 2 ga bo'lsak 336, 408 ni 2 ga bo'lsak 204 ta bo'ladi. 336 ta guanin, 336 ta sitozin degani. 204 ta adenin, 204 ta timin degani. Xo'sh, 672 ta deyilgan-ku qolganda. Biz qolganini ishlayapmiz.
Bunday 3'ga ko'paytirib, buni 2 ga ko'paytirib aytsak, A javobga 600 ta bo'ladi. Besiga shu vaqtda uchun vodorod bog'i uzilgan guanin soni peptid bog'lardan qanchaga farq qiladi? Peptid bog'lar o'zi 300 ta amino kislota bor edi. 300 dan 1 da ayirsak 299 ta peptid bog'i bo'lgan. Jami 336 edi guaninimiz. 336 dan 299 ayirsak 37 ta qoladi. B'ga javob. C esa DNKda jami vodorod bog'lar soni qancha degan. Jami vodorod bog'lar soni 480 3 ga ko'paytirib 420 ni 2 ga ko'paytirsak 2280 ta bo'ladi. D'siga javob guaninlar soni aminokislotadan nechta marta ko'p degan. Guaninlar 480 ta, aminokislotalar esa maniki 300 ta bo'ladi. Bo'lsa 1,6 ta bo'ladi. 480 qayerdan keldi desak, mana guanin va sitozning o'rtasida 960 ta 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 480 shu yerdan kelib chiqayapti. 1,6. Esiga javob DNKdagi nukleotlar soni umumiy kimyo bog'lar soni nechtaga kam degan. 1008 ta nukleot bor edi. 2280 ta vodorod bog', 1718 ta fosfor bog'. Demak, 2280 dan 1799 qo'shsak va nukleotni ayirsak 2278 taga kam bo'layapti. Javob 2278.